Partsiz brom zonasidan uchastka qidirganlarga 4 sotixli yarim tayyor uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini bo'lsa videoni oxirida qo'yamiz. Darvozadan kirganimizda o'ng tomonda hojatxona uchun joy tayyorlangan. Chali bitgan, o'rta ограждение qilib qo'yilgan, polniy devor aylantirib qo'yilgan. Hozirda bu yerda ustalar ishlashyapti. Hozir xonalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonalarimizga keladigan bo'lsak, 3 xonasi bor. Ikkita xonasi yarim bitgan. Ustalarimiz ishlashyapti. Oqsuvoq holatidan chiqarib beriladi. Qolgan aboylarini o'zingiz qildirib olasiz. Bu chapdagi kattaroq xonamiz. Bu tomoni bo'lsa dahliz. Dahliz ichida sanuzellar bilan. Sanuzel ham yarim tayyor holatda. O'zingiz xohlagandan aboylardan yopishtirib, o'zingizga moslab olasiz. Bu tarafda bo'lsa yashashga tayyor bitta xonamiz bor. Bemalol ko'chib kelib, kichikroq xo'jalik yashasa bo'ladi.